Assalomu alaykum. Moldovni pishirganingizda yoqimsiz hid kelib, go'sht shunaqa suyidan ajralib ketmasdan qorayib ketayotgan bo'lsa, videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, shu sanab o'tgan narsalarni bartaraf qilib, mazali va shirali qilib tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib dumni ustidagi ortiqcha yog'lari va bezlarini olib tashlab, orasida qolib ketgan hollari chiqib, yoqimsiz hid ketishi uchun iliq suvga solib qo'yamiz. Toza bo'lgan dumlarni qozonga ozroq yog' solib, ko'rsatilgandek rangda qizartirib olamiz. Qizargan dumlarni qozondan olib turib, ovqatimiz yana ham mazali va chiroyli chiqishi uchun mayda qilib to'ralgan piyoz va pomidor, yana ham shirali bo'lishi uchun ilikli mol kachalkasini shunaqa kesib solib, ustidan qizartirib olingan moldumi, zira, tuz sepib, ovqatimizdan chiqadigan shirasi yeganda yana ham yoqimli bo'lishi uchun tabga qarab ozgina sariyog' sovoramiz. Oxirida qozonga 1 litr suv solib, qaynab chiqqandan so'ng past olovda 3 soat dimlab qo'yamiz. To'yimliroq bo'lishi uchun 3 soat turgandan so'ng qozonni ochib, kartoshka solib, yana 40 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Kartoshkalar ham go'shtdan chiqqan shirani o'ziga olib, juda ham mazali chiqadi. Ovqat suzayotganda ezilib ketmasdan chiroyli chiqishi uchun birinchi kartoshkalar, keyin go'sht suzib, o'zidan chiqqan shirasini quyib, stolga tortamiz. Kasaldan keyin quvvatingiz tushgan bo'lsa, shunaqa shirali ovqatlar ayni muddao bo'ladi. O'zimizda sinaldi. Videoni shunaqa delikates, shirali ovqatlarni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.